Erimni boshqa ayoldan bolasi bor ekan. Bizda bitta aytsa tug'ardim, o'lgim kelyapti, noinsof erim. Eringiz sizni sevar ekan, sizni o'ylagan. Yana bitta bola degani toksikoz, soch to'kilishi, figura inasiga kirib ketishi, keyin u tug'iladi, yig'laydi, asab, emisiz, ko'krak qoringa tushgan qiyinchiliklardan sizni qutqaribdi. Bitta bola yetadi, mazza qilib yashang. Eringiz o'zi boqadi, o'zi katta qiladi, dardi sizga tushmaydi. Sizni o'ylagan, takoy bo'lib, zo'r bo'lib, mistorga borib, pinyorlardan, ichki kiyimlardan olib, atirlardan sepib, jon deb yurmaysizmi? Nimaga xafa bo'lasiz? Eringiz sevar ekan bunaqa, nima deydi, azobni, bola qarash, asab buzarlik, uni 18 yillik mas'uliyati, umringiz oxirigacha u bolaga siqilib bir narsa bo'lib qolmasin, iloyim ishlari yaxshi bo'lsin deb yashashdan sizni qutqargan. Bu sevgi, bu sevgi. Siz o'zingizga qarang, asalim, go'zal, chiroyli bo'lib yuring.